IT sohalariga qiziqasiz, lekin uni qayerda o'rganishni bilmayapsizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Bugungi qahramonimiz Javlon aka hali ancha yosh bo'lishlariga qaramay, Uzinfocomdagi katta IT kompaniyada ishlab kelyaptilar. Uzinfocomga ishga kirganlariga endigina 1 yil bo'libdi, lekin shu oz fursat ichida ko'plab katta loyihalarda qatnashishga ulguribdilar. Javlon akadan IT sohasiga qanaqa kirib kelgansiz deb so'raganimizda, yoshligimda kompyuterga bo'lgan qiziqishim birinchi qadamlarni tashlashga yordam bergan. Turli kompyuter kurslariga qatnashib, IT bo'yicha yangi bilimlarni o'rganishga hamisha harakat qilganman dedilar. Qahramonimizdan IT ni o'rganib ishga kirishingizda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan deb so'raganimizda, IT ni endi o'rganishni boshlaganimda murakkab muammolarning yechimini topishda juda qiynalganman. Tajribasizlikdan ba'zi loyihalarni oxirigacha yetkaza olmaganman. Qiyin vaziyatlarda bilimim yetmasligini his qilardim dedilar. Lekin oldilariga qo'ygan maqsadlari, oila a'zolarini qo'llab-quvvatlashi bu qiyinchiliklarni yengib o'tishlarida yordam bergan ekan. Javlon akadan IT ni o'rganmoqchi bo'lgan yoshlarga nima maslahatlar bera olasiz deb so'raganimizda, Uzinfocom qoshida ochilgan YouStudy IT kurslarini tavsiya qildilar. O'shatdek kurslarda o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajrovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, IT sohalarini tez o'rganib olsanglar bo'ladi. O'zingizlarni yaxshi ko'rsatsangiz, Uzinfocomda ishga ham olib qolishadi. 1 yillarda bemalol $1000 daromadga chiqa olasizlar dedilar. Agar sizlar ham YouStudy IT kurslarida o'qib, Uzinfocomdagi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.